Bugun bolajonlarim sevib iste'mol qiladigan домашний vatroshkachalar pishirdim. Bitta idishimizga un, dro'sh, bitta tuxum, 3 qoshiqda shakar, ozgina tuz va soda, podsolnечное maslo va iliq sutimizni qo'yib, yaxshilab aralashtirib, xamir qorib oldim va xamirni dam berish uchun 1 soatga olib qo'ydim. Ungacha nachinkalarni tayyorlaymiz. Bizga tvorog 9%ligidan 3 qoshiqda shakar, bitta tuxumni sarig'ini solib, hammasini yaxshilab blenderda aralashtirib olamiz ezilgunicha. Shunday holatga keladi. Mana tayyor bo'ldi nachinkasi. Уже xamirimiz ham tayyor bo'libdi. Sharikchalar qilib 8 ta mana sharikchalar chiqdi. Yana 20 minutga dam berishga qo'yib qo'ydim va stakon bilan shunday qilib shakl berdim. 1,5 qoshiqdan nachinkasini solib 20 minutga duxovkaga jo'natdim. Mana tayyor bo'ldi. Juda ham yumshoq bo'libdi. Bolajonlarimga rasoyam